Bugun nafaqat yurtdoshlarimiz xorijda tahsil olmoqda, balki chet eldagi nufuzli universitetlarda talabalarga ta'lim berayotgan yetuk professor olimlarimiz soni ham ortib boryapti. Kuni kecha yana bir vatandoshimiz tibbiyot fanlari doktori Baxtinur Xudanov Koreyaning Yonsei universiteti professori etib saylandi. E'tiborlisi, yosh olim bu maqomga ikkinchi bor munosib ko'rildi. Olimlarimiz, tadqiqotchilarimizning izlanishlari xalqaro darajada ham tan olinyapti. Nufuzli ilmiy tadqiqot institutlari, oliy ta'lim muassasalarida muvaffaqiyatga erishayotgan yurtdoshlarimiz ham bor. Ulardan biri Baxtinur Xudanov, Innovatsion rivojlanish vazirligi Inson kapitalini rivojlantirish boshqarmasi boshlig'i, tibbiyot fanlari doktori, endilikda esa Koreyaning Yonsei universiteti professori hamdir. Assalomu alaykum, Baxtinur aka. Yonsei universiteti professoriga qabul qilingungacha bo'lgan bosqichlar, jarayonlar bilan ham tanishtirsangiz. Kuni kecha Yonsei universitetidan shu professorlikka qabul qilingan to'g'risidagi sertifikatni olganimdan keyin o'zim ham ochig'i quvondim. Ilmiy ishlarimizni boshlash bu 2010-yildan boshlangan bo'lsa, 12-yilda shu Germaniyaga borib ilmiy ishlarimni qilib kelganligim. Undan keyin 14-yilda shu Yonsei universitetiga ilmiy sohadagi hamkorlarimiz bilan tanishib, ular bilan hamkorlikda ilmiy ishlar boshlagan edik. Shu demak hamkorlikda qilingan ishlar inobatga olinib, mana shu Yonsei universitetini adjunkt professor deydi, ya'ni tashqi xorijiy professori sifatida demak saylanganligi men uchun quvonarli bo'ldi. O'ylaymanki, bu narsa shu O'zbekistondagi olimlarimizni ham va O'zbekistonda olib borilayotgan va hamkorlikda olib borilayotgan ilmiy ishlarni bir qaysidir ma'noda tan olinishi, uni salmog'ini ham ko'rsatadi deb o'ylayman. Siz stomatologiya yo'nalishida ilmiy tadqiqot ishlarini olib borasiz va Yonsei universitetida ham aynan o'sha stomatologiya kafedrasi professori hisoblanasiz. Bu boradagi ilmiy izlanishlaringiz nimalardan iborat? Olib borayotgan ilmiy ishlarimiz asosini ko'proq shu bolalardagi karies va uning tarqalishi, uning birlamchi oldini olishga qaratilgan va shogirdlarimizni ham ilmiy ishlari shularga yo'naltirilgan. Bundan tashqari mana yaqinda Angliyaning Borough jamg'armasi tomonidan e'lon qilingan demak tanlovda g'olib chiqib, hozirgi kunda respublikadagi 12 mingga yaqin bolalarimizni stomatolog salomatliklari ilmiy nuqtai nazardan tekshirilyapti. Bu ishlarimiz uchun 20 ga yaqin shu yosh olimlarimizni jalb qilganmiz va respublikamizning barcha hududlarida shu ilmiy tekshirish ishlarini olib borishmoqda. Koreyaning Yonsei universiteti, Koreya Milliy universiteti, bundan tashqari Germaniyaning Heidelberg universiteti va o'zim ham o'sha yerda demak ilmiy ishlarimni bajarib kelganman. Koreya Wittenherdek universiteti va hokazo bir qancha universitetlar, Angliyani universitetlari, ularda biz o'sha ilmiy ishlarimizni, ta'lim bo'yicha ishlarimizni amalga oshirib kelganmiz va mana Koreyani Yonsei universitetiga saylanganim natijasida ham mana bir qancha o'zimiz shogirdlarimiz o'sha yerga yuborib, mana bitta shogirdimiz o'sha doktorlik dissertatsiyasini o'sha yerda amalga oshiryapti. Bitta shogirdimiz magistraturani bitirib keldi. Mana bular ham o'sha hamkorlikni rivojlantirishga bo'lgan qaysidir ma'noda bir ko'prik deb hisoblayman. Ochig'i talaba paytimiz ham o'ylar ediki, qani xorij davlatga biz ham borib malaka oshira olarmikanmiz va hokazo. Mana 12-yilda Germaniyaga birinchi marta borib ilmiy ishimni qilib kelgan bo'lsam, hali O'zbekistonda ochig'ini aytish kerak, ilm fan uncha katta imkoniyatlar yo'q edi. Orzu qilgan edimki, qachon bir O'zbekistonda ham shu narsa bor ekan. Mana hozir o'zim guvohi bo'lib turibman. Buning uchun masalan ming marta shukr aytamanki, xorijiy ilmiy stajirovkalarga yosh olimlarni yuborish dasturi mana ishlab turibdi. Hozir kungacha 300 ga yaqin shu yosh olimlarimiz xorijiy ilmiy stajirovkalarga yubordi va butun xarajatlari vazirlikni jamg'armasi tomonidan qoplab berilyapti. Bu ham katta bir imkoniyat. Shu darajaga erishgan olimlarimiz soni ko'payib qoldiki, hozirgi yoshlarimizda hamma imkoniyat bor. Faqat uni ishga solish kerak xolos.